Hammaga xayrli kun. Ava Plus bo'yog'imizni sinab ko'ramiz hozir. Ava Plus bo'yog'imiz matoviy, silikonoviy bo'ladi. Bunda biz qalamda, ruchkada chizib uni yuvib ko'rsatamiz. Bu bo'yog'imizni o'sha yuvsa bo'lishiga, yuvishga chidamliligi, suvga chidamliligini ko'rsatib bermoqchimiz hozir sizlarning e'tiboringizga. Yosh bolasi bor, uyda har xil ta'mirlash ishlari bo'layotgan uylarda bemalol qo'l dog'lari bo'ladimi, undan tashqari boshqa yana har xil kraskaga yuqadigan narsalar bo'ladimi yoki bolalaringiz shu kraskani ustidan narsa chizadimi, rasm daftar qiladimi, endi sizlarda muammo bo'lmaydi. Mana hozir ko'rib turganingizdek ruchkada chizdik. Bunga mo'yshiy sredstvalarni mana sepib ko'ryapmiz. Buning reaksiyasi bunga bo'lmaydi. Mana shu gelda mana hozir yuvib ko'rsatyapman. Bitta gubka, oddiy hammasi. Kir bo'lgan joyini shundoq olasiz, shundoq tozalaysiz. Va sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi ertaga. Yuvib oldik. Bu videomizni qisqasini oldik hozir sizda. Buni to'liq versiyasi ham bor. Mana to'liq versiyasini men ssilka qoldiraman Telegram kanal, YouTube kanalimga. O'sha yerda bemalol boshidan oxirigacha ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling.